Bizda O'zbekistonda aynan juda ko'pchilikda dog' muammosi, pigmentatsiya, tug'ruqdan tushgan dog'lar, noto'g'ri uxlatlardan, SPFsiz yurishdan, sifatsiz uxlatdan, xullas internetda bilib bilmasdan hamma narsa ishlatishlardan kelib chiqqan juda ham ko'p pigmentatsiya bilan bog'liq. Gormonal o'zgarishga, dog'ni tushish sabablari juda ham ko'p. Oshqozon hazm sistemalariga, jigar faoliyatiga bog'liq dog'ning sabablari juda ham ko'p. Lekin sababi nima bo'lishiga qaramasdan 5 kunda dog'larni ochartirib beradigan eng zo'r galaktomiz sivortka qizlar. Hozir sivortkalarni obzorini qo'yaman. Juda ham zo'r. Ugridan qolgan dog'larga va necha yillik chuqur pigmentatsiyaga agar nima ishlatsangiz ham yuzingizdagi dog'laringiz ketmayotgan bo'lsa, bitta ishlatib ko'rasiz. Bu professional dermatologический brend hisoblanadi. Dog'larga nomer 1 ishoninglar. Juda ko'p 10 yillik dog'larni ham aktualniga kirsanglar rezultatlarini, do'postlarini qo'yganmiz. Kimda dog' bo'lsa, qutulmoqchi bo'lsa, yuzidagi xiraligini, dag'alligini, po'ralarini, ugridan qolgan dog'larga